Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri Yunusobod tumanida barpo etilgan yirik quvvatli kogeneratsiya markazi faoliyati bilan tanishdi. Poytaxtda aholi va iqtisodiyot obyektlarini qish mavsumida issiqlik energiyasi bilan barqaror va uzluksiz ta'minlash maqsadida bir vaqtning o'zida elektr va issiqlik ishlab chiqaradigan bir qator zamonaviy kogeneratsiya qurilmalari ishga tushirildi. Yunusobod tumanidagi 4-issiqlik markazi hududida davlat xususiy sheriklik asosida barpo etilgan quvvati 100 megawatt bo'lgan mazkur loyiha ana shunday muhim tashabbuslardan biridir. Xitoyning CNTIC kompaniyasi bilan hamkorlikda barpo etilgan loyiha 3,5 gektar maydonda joylashib, uni moliyalashtirish uchun 65 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya yo'naltirildi. Prezident yangi markazning ish jarayoni bilan tanishdi. Aytishlaricha, Buyuk Britaniyaning Rolls-Royce kompaniyasiga mansub 70 ta gaz portion uskunasi o'rnatilgan. Markaz ishga tushirilishi natijasida Yunusobod, Olmazor, Shayxontohur, Mirzo Ulug'bek va Yakkasaroy tumanlaridagi 1846 ta obyekt, shundan 1400 ta xonadon barqaror issiqlik bilan ta'minlanadi. Shuningdek, 292 ming xonadonga uzluksiz elektr energiyasi yetkaziladi. Shunday qilib, loyiha xarajatlarni 40-45% ga kamaytiradi. Atmosferaga chiqadigan zararli moddalarni keskin qisqartiradi va oqava suv chiqindilarini bartaraf etadi.